Hurmatli fuqaro, sizni chetga chiqishga taqiqingiz bor ekan. Qanaqa taqiq bor ekan? Bunday ma'lumotlar bizda bo'lmaydi. Buning uchun siz yashash hududingizga borib aniq kiritasiz. Aniq o'tasiz. Alo. Xullas meni aeroportdan qaytarib yuborishdi. Bilmayman, taqiq bor deyapti, qayerdan bilaman. Xullas hozir borib gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Xullas taqiq bir narsa qanaqadir bo'lim deyapti, menga taqiq qo'yib qo'yishdi. Qayerga uchrashim kerak? Siz hozir 2-qavat 1-xonaga uchraysiz, muammoli Qayerda u? bo'limiga. Mana bu yerdan chiqasiz. Taqiqlar bilan kim shug'ullanadi? Keling aka, biz shug'ullanamiz. Nima qilamiz? Assalomu alaykum mijoz. Xullas taqiqni kim qo'yadi? Asabiylashmang, o'tiring. Yo'q, rahmat. Ko'rib beraman, o'tiring. Ko'rib beraman. Familiyangiz nima? Tezda ko'rib berchi, Husanov Samurbek. Husanov Samurbek. Bizdan 33 millionlik imtiyozli kredit olgan ekansiz 3 yil oldin. Shu kunga qadar 1 so'm to'lov qilmagansiz. Shuning uchun sud qarori bilan MIB sizga taqiq qo'ygan. Qanaqa MIB? Alo. Ho dado. Nima? MIB keldi deysizmi? Nimani olib chiqib ketyapti? Hech narsani bermay, hozir men hal qilaman hamma yo'lda. Hozir senlar 5 minutda hal qilaman. Alo. Assalomu alaykum o'rtoq boshliq, yaxshimisiz? Biz taqamadimmi? Charchashlar yo'qmi? Hali masala bo'yicha telefon qilyapman-da yana. O bir aytdim-ku. Yo'q, adashdingiz. To'lovlar yaxshi bo'ldi, undir-a? Undir yaxshi bo'ldi. Pastga kirib bering. Ye. Samur aka, keling aka. Xizmat. Samur aka. Assalomu alaykum aka, Assalomu alaykum yaxshimisiz? aka. Charchamayapsizmi? Charchamayman. Sizlarda. Nima xizmat aka bizdan? Aeroportga borsam, taqiqingiz bor ekan deb qaytarib yubordi. Taxt bo'yicha keldingizmi? Ha, shunga qanaqadir Haligini kimdir taqiq tushuntirdim. qo'yibdi. O'sha taxt bo'yicha tushuntirsam, siz odamni mensimadingiz aka. Mansurberga uchrayinchi, yaxshi bola hal qilib beradi aka. Ha. Assalomu alaykum. Hoji aka. Yaxshimisizlar? Bormisiz? Yaxshimisiz? Ha, sekin Har kelyapman. kuni uyga borganda nastingiz yo'rog'id ekan. Ha, qo'yaver, uydagi ishlar bor Oppoq decha. qopsiz-u. Ha, endi sekin. Nima shamol uchirdi aka? Ha, shu bu yoqqa aytdim, chetga chiqib ketyapti turdim. Ashunga aeroportga borsam, taqiqingiz bor dedi, chekka jo'natishdi. Hozir Doni aka, bu akani taqiq qachon qo'yilgan ekan, ko'rib bering. Uchiring aka. Bu yoqqami? Ha, uchiring. Xo'p. Baribir kelasiz ekan aka. Xo'sh. 55 million 700. Nima? 55 million 700 aka. Shuni to'lasangiz aka taxt yechiladi aka. Qarzim Xat cho'p qilib beramiz. ketdimi? Shu Kabir nima qilib bering? Men shuni uncha pulim yo'q. O'z ishlagan ketyapman chetga. aka buni iloji yo'q aka. Shu 55 million 700 to'laysiz aka. Matn xat qilib beramiz. Shu taxt yechiladi aka. Boshqa ilojimiz yo'q. Bir yo'li bordir. Mansur nima yo'li bor ekan? Ha, Doni aka, Hoji akani holati nima ekan? Hoji akani holati ayanchli. 55 million 700. 55 million 700 to'lash. Borda yo'li. Hamma narsa iloji bor. Hoji aka, Bor, agar yo'li bo'lsa, mos bitta yo'li shu to'lash kerak. Vaqtincha piyoda yurib turasizmi? Kerak, shuni 2-3 kun muhlat beringlar. U uncha puli yo'q. Ketdan yig'ishtirib kelaman-da. Bugunga qancha to'lar olasiz aka? Bilmayman bugun. 2-3 kunda hammasini yopib ketaman. Bo'pti, kvitantsiyani bering bo'lmasam aka. Mana aka. Pastga to'laymanmi? Pastga kassga to'laysiz aka. Xo'p, rahmat.